Oching! Oching buni. Voy, eshak degan o'sha mashinaga, eshak go'shini degan xitoyliklar nima qilib tashagan? Bu shunchaki mashina emas, jigar. Hi-Fi X. Yevropalarda 100 mingdan 130 minggacha. Xitoy o'zida saytiga kirib ko'ring, 100 ming atrofida ekan. Va Hi-Fi 2025-yilda Hi-Fi A degan yangi model ham chiqaryapti ekan. Ma'lumotlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Kimdir zavod yopilib ketgan degan ma'lumot ham tarqatmagan edi, lekin ishlayapti degan. Jigar. Bu bizga bir adashib kirib qolgan 4 ta 5 tadan bittasi. Bir marta qo'yganimizda bittada sotilib ketdi. Bu ham xuddi shunaqa yangi va oppoq salonligi. Buni navorati shu darajada ko'pki, buni ta'riflash uchun bir 15 minutlik video qilish kerak. Bu mashina qiyofasidan chiqib ketgan, o'sha rosta gazim kelajak mashinasi. 3 qatorli eng qizig'i crossover deyladimi bu? Bilmayman, universal deyladimi? Xullas, любой narsaga to'g'ri kelib ketaveradi. Mana buni qarang. Afishkadi, hamma knopkasi sensorli. Atamankali. Sizni nafaqat o'ngga, chapga, tepaga, pastga, yonga ham suriladi. Mana bu o'tirganingizda passajir oldidek katta monitorni qarang. Umuman navorati fantastiskisini haydamoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu mashinani o'ylamay bosib yuboring. Kimdir yangi olib kelaman desa, bu mashinani 100 mingdan balonga tushadi. Aniq. Oldi farazda proyektori bor, televizor ham ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, bundoq bu kun peshobod o'tayotgan bo'lsa, palasa chizib beradi mana shu proyektor orqali. Chunki bundoq yonib o'chib, o'tbotda to'xta, bitta ochib, orqasidan tushib kelsangiz bor-ku, voy, ko'rgan odamlar mazasi qochadi deydi. Yangi 300 km probega 49500 ga berib yuboriladi. 49500 ga xitoyliklarning o'zi agar mana shu mashinani sotilayotganini eshitib, bilib qolsa, ishoning, o'zini o'zi osib yuboradi, jahli chiqib ketadi. Bu mashinani adresiga olib berib, ozgina qiynab qo'yasiz. Siz o'zingiz zamondan eng oldinda yuradigan odam bo'lsangiz, aynan siz bosib yuborishingiz kerak. Yosh xo'jakalar maza qilib olib haydashadi. Bitta funksiyasida qiynalib qolmasligingiz uchun 90 varroli shu mashinani qanaqa qilib funksiyalarni boshqarish haqida kitob ham chiqarib qo'yibdilar. O'qib o'rganib olasiz. Like bosib qo'ying. Like bosib qo'ying. Bizda ham inshaalloh shunaqa mashinalar ishlab chiqarilsin. Hamma sotib olib haydashsin. Lekin bizda agar shu mashina ishlab chiqarilganda $200 ming sotilayotgan bo'lardi. Ishonavering.